barcha aziz do'stlar, sizlarni bir minut vaqtinglarni olaman. Shu Marko ushbu kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar yaxshi bo'lardi. Bu akamiz Minecraft va Roblox videolarini chiqaradi. Ularni maza qilib tomosha qilishingiz mumkin. Uning kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Barcha salom sizlar bilan men yana Facebookga aka yaxshimisiz bo'lardim. Yutatdim-ku. Короче, bugungi yangi videomizga xush kelibsizlar. Bugungi videomizda video nomidan o'qiganingizdek Minecraft'dagi sehrlarni tushuntirib o'taman akalar. Boshqalar tushunishmaydi. O'shani hozir boshdan oyoq tushuntiraman. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ysanglar, yanada ko'proq videolar chiqarib motivatsiya bo'ladi. Qanday bo'lmasa, bir boshdan boshlaymiz. Birinchi kitob bizda Protection 4. Protection 4 kitobi bizga mana do'stlar manada ko'rsatib beraman. Bunday qilsak, bu himoya kitobi. Akalar, masalan, bironta zombini qo'yib, masalan, yo bironta narsa hozir men buni ko'rsatishim qiyin, chunki buni ko'rsatish uchun menga odam kerak. Masalan, men zombini ko'rsatib beraman. Keyin boshqa olmasasda ham boshqa qismini olib turaman. Asli hammani sehrsiz, men zo'mni qo'yaman. Uzunbek fulga o'tkazib qo'yibman. Bitta zo'mbini olib, qo'yib ko'rsatib beraman. Oddiy zombi 1, 2, 3, 4, 5 şuradan ketkizyapti. Endi ko'rdinglar, oddiy zombi bittadan jon ketkazdi. Endi kiyib olamiz, tak o'zimizga ovqat olaylik. Endi mana bu sehrlangan sahar bundan qancha jon oladi? Endi negadir uyon tartibiyati. Ha, bo'ldi. Bu aslahani bitta qismi, aslaha bo'lganda ana bo'lardi. Ular tushundinglar deb o'ylayman. Endi aslahani yechamiz, joyiga solib qo'yamiz. Keyingisi bu Fire Protection. Fire Protection kitobi bizni olovdan himoya qiladi. Ya'ni hozir lavaga tushib ko'rsatib beraman, faqat menga bu kitoblardan ko'proq kerak. Tak, Fire endi aslahaga qo'shamiz sehrlar. Survival modga o'tamiz va lavaga tushsak, hozir jonimiz ketadi. Jonimiz bundan ketmayapti, ko'shillar mumkin. Mana bu sehrli foydasi. Hozir bitta qismini ham yechib qo'yadigan bo'lsak ham ketmaydi. Mana ko'rdinglar? Endi yechib joyiga qo'yib qo'yamiz. Buni ham. Keyingisi bizda Father Falling va bu oyoq kiyimga o'rnatiladigan sehrlar. Akalar, oyoq kiyimga o'rnatamiz. Tepaga chiqamiz. Oddiy oyoq kiyimdan olaylik. Mana bu Fire Protection boshqa sehrga sehrlangan. Sizlar uchun sehrga sehrlanmagan bo'ladi. Va tepaga chiqamiz.
oddiysini kiyamiz va survival o'tamiz. Men oddiysini kiyganman va pastga tushsam mana shuncha jonim ketdi, ko'rdinglar. Endi qaytib tepaga chiqib survival o'tamiz va bularga sehrlangan oyoq kiyim kiyamiz va falling bilan pastga takraymiz. Kamroq jonim ketdi. Mana shunaqa kitob bu. Hop, bular solib qo'yamiz. Keyingisi Blast Protection. Blast Protection bu portlashga qarshi himoya akalar. Ya'ni creeper yoki TNT portlaganda joninglar kam ketadi. Mana masalan creeperni qo'yib ko'rsatib beraman. Mana aslahani kiydim va survival'dan olmoqlamiz. Vay. Shuni hisoblamoqlar. Zo'roqqa qo'yib portlatgani yaxshi edi. Mayli hech narsa qilmaydi. Hop, mayli endi tak. Ko'lda kamroq jonim ketdi. Keyingisi Aqua Infinity. Bu sehr akalar bosh kiyimga o'rnatiladigan sehr bo'lib, suv ostida bizga nafas olishga yordam beradi. Suv ostiga tushamiz. Mana yesam, tepaga chiqaman. Tushsam, tez ketadi. Borda kiysam sekin ketyapti. Shunday deb o'ylayman. Aqua Infinity shunga yordam beradi. Joy qo'yamiz. Bizda keyingi kitob Protection Life Protection. Ya'ni bu kitob nima qiladi? Bu kitob ham aslahalarga o'rnatiladi. Aslahaga o'rnatib ko'rsatiladi. Va biz skeleton tuxumini olamiz. Oddiy aslahani kiysak shunchadan jon olyapti, ko'rasizlar. Endi buni kiysak kamroq jon olyapti. Ko'rasizlar deb o'ylayman. Shunday deb o'ylayman. Sehrga ham, ya'ni bizlarni o'qdan himoya qiladi. Endi bu aslahani ham yechib joyiga qo'yib qo'yamiz. Keyingi sehr bizda Tornus. Tornus ham bu oddiy aslahalarga o'rnatilgan sehr va bu ham ajoyib sehrlardan bittasi. Masalan, biz aslahaga qo'yadigan bo'lsak, mana oddiy aslahani kiysak, mana ne bo'lyapti? Men jon ketyapti. Agar buni kiyadigan bo'lsam, men urganda ham jon ketyapti. Mana, ko'ring, meni urib o'zi o'lib qoldi. Shundaylar deb o'ylayman. Bu Tornus kitobi. Keyingi kitob bizda Frost Walker. Frost Walker oyoq kiyimga qo'yiladigan sehr va buni kiyib yursak, mana suv ustida yura olamiz. Suvni muzlatib qo'yadi yurishimiz uchun. Kitob ham shundaylar deb o'ylayman. Hozir buni men big fold qo'ymasam. Ko'rasizlar? Buni sildirsak yana suv aylanadi. Va buni ustidan yursak yana muzlab qoladi. Shunaqa. Oyoq kiyim bu. Hop, endi buni ham joyiga qo'yib qo'yamiz. Keyin kitob bizda Curse of Bending. Bu kitob juda ham xavfli kitob. Bu la'natlangan kitob. Yozuv qizilligidan bilsanglar bo'ladi. Curse of Bending adashib ketmaydi. Yana bitta la'nat kitob bor, uni ham ko'rsataman. Buni oyoq kiyimga qo'shsak, masalan, oyoq kiyim emas, aslahani istalgan qismiga qo'shiladi bu. Mana hozir qo'shiladi. Masalan, bunga qo'shdik deylik va bu aslahani kiygandan keyin mana yechib bo'lmay qoladi. Bu aslahani yechib bo'lmay qoladi. Ehtiyot bo'lasizlar. Buni yechib bitta ilojisi o'lishingiz kerak. Loyli shunaqa aslaha chiqib qolish mumkin, kemalardan kiyib olmaylar yani. Keyingisi Soul Speed. Bu ham oyoq kiyimga o'rnatiladigan sehr. Mana
Masalan, hozir o'rnatamiz. Mana oddiy oyoq kiyimda yursam, mana ruh qumida juda ham sekin yuraman. Tezdagi ruh qumida. Buni kiysam juda ham tezlashib ketaman. Mana ko'rdinglar? Superman flash bo'lib ketaman. Va mendan ancha ko'p ishchalar qoladi. Xo'p, buni yechib qo'yamiz endi. Keyingi sehr bizda Sharpness 5 sehri. Bu menga juda ham yoqadigan sehr. Tash bu sehr qilichga o'rnatiladi va qilichga o'rnatilgandan so'ng qilichning uroni oshadi, anchaga oshadi. Masalan, hozir bitta zombini qo'yamiz va zombida tez o'tkazamiz. Normal qo'yadi va zombini suvga spamlik bo'lmasa, ana quyoshda yonib bo'lishi mumkin. Tak, ana oddiy qilichda uryapman. 1, 2, 3 ta uronda oldik. Endi sharpness uryapman. 1, 2 ta, 3 ta. Buni sakrab urganda bilinadi. O'shanda ko'proq joni ketadi. Masalan, sakrab uray, hozir 2 tada o'ladi. Oddiy qilichda sakrab ursa ham 3 tada o'ladi. Mana oddiy qilichda sakrab urdim, 3 tada o'ldi. Endi sharpness qilichda sakrab ursam 2 tada o'lib qoladi. Ko'ryapsizlarmi? Bo'ldi, tak. Endi qilichni joyiga qo'yib qo'yamiz. Keyingi sehr bizda sharpness 2 topib qo'yibman, mayli ishimiz qilmang. Keyingi sehr bizda smite. Akalar, smite esa bu sharpnessni ukasi bo'lib, sharpnessga kopiya. Faqat unda bitta narsa, sharpness hamma turdagi moblar uchun, bu smite esa faqat o'lik moblar uchun ta'sir qiladi. Ya'ni o'lik moblar deganim qanaqa moblar? Zombi, skelet, ularni o'lgan hisoblanadi-ku, to'g'rimi? Haqiqatda. Masalan, creeper, cheater yoki pillager, shular tirik hali. Bunaqa skelet yoki zombiga aylanib ketib qolmagan. Ularga esa sharpness kuch kerak. Smite ta'sir qilmaydi. Tushundinglar deb o'ylayman. Qo'yib o'tirgan kelmayapti, to'g'risi. Keyingisi bizda Knockback 2. Knockback 2 ni ham hozir ko'rsatib beraman. Knockback 2 bu shunaqangi sehrki, mana Survivor'da bitta zombini, 2 ta zombini olamizda. Mana oddiy normal qilamizda. Bitta zombini qo'yib tursak, mana uzoq qo'yishmayapti. Agar bu knockbackga qo'shgan olsak, uzoq qo'yib ketadi. Mana uzoq qo'yib ketadi. Ko'ryapsizlarmi? Tushundinglar deb o'ylayman. Buni ham keyingi sehr bizda Far Aspect kitobi. Bu ham qilichga o'rnatilgan kitob. Hozir ko'rsatib beraman. Qilichga o'rnatib, zombi tuxumni olamiz va survival modga o'tib olamiz. Hozir zombi quyoshda yonib ketadi, shu timesni kutib turaman. Mana turib, oddiy qilishda ursa, mana hech narsa qilmaydi. Bu qilishda ursa yonib ketadi. Mana ko'rdinglar? Endi timesni deb olaman. Tushungan bo'lsanglar, endi keyingi qilich looting ham qilichga o'rnatiladi. Va buni qilichga o'rnatsak, hozir o'rnatamiz. Tak. Masalan, har xil moblar bo'ladi-ku. Sigir yoki skelet. Ular o'sha mahluqlardan loot ko'proq tushiradi. Ya'ni sigirdan ko'proq qo'shishadi, skeletondan ko'proq suyak tushadi, zombidan ko'proq zombi go'sht
qilmaydi, chunki zombiga bu ta'sir qilmaydi, chunki zombi go'shi hech kim kerak emas. Xo'p. Endi kreativ o'tamiz. Keyingi kitob bizda Sweeping Edge va bu ham qilichga o'rnatiladi. Bu qilichga o'rnatganimizdan keyin biz ana bunday urgan paytimiz supurib zarba berish bor. Ya'ni yonchalasiga bunday ursak, birdaniga mana ko'ringlar. Mana yoncha effekt chiqadi. Ana ko'ringlar, birdaniga ikkita moblar o'lyapti-ku. 3 tadan 4 tadan o'ladi-da. Ana yana shunaqa. Faqat bu zarba crit berganda ishlamaydi. Faqat pastki zarbaga o'xshaydi. Mana ko'rasizlar. Tushundinglar deb o'ylayman buni ham. Keyingisi bizda effektingiz va effektingiz bizda kirkaga qo'shiladi. Kirka omaddan uzrasizlar. Tak. Kirkaga qo'shiladi va mana kirkaga qo'shganimizdan keyin tosh olamiz, stone. Shunday xalaq beradi shu. Qo'shganimizdan keyin F3 qilamiz. Mana qo'ysak, effektimiz bilan mana juda ham tez qaziydi. Oddiy kirkada qazsak, sekinroq qaziydi. Effektimiz kirkada tez qazishga yordam beradi. Silk touch, kirka, lapata, bolta o'sha ish qurollari uchalasiga qo'shiladigan bo'lib, buni qo'shsak, mana o'tni o't holida tushiradi. Toshni tosh holida tushiradi. Ko'rdinglar, boya mamliq tosh bo'lib tushayotgandi. Ko'rdinglar? Hattoki oynakni ham sindirsanglar, oynakdek tushadi, sinib qolmaydi. Xo'p, tushundinglar deb o'ylayman. Keyingi kitob bizda Unbreaking istalgan narsaga qo'shsa bo'ladi. Istalgan narsaga qo'shsa bo'ladi va buni astaxaga o'rnatgandan keyin astaxani sinishi 3 barobar qiyinlashadi. Bu sababi Unbreaking 1 bo'lsa, sal sinish qiyinlashadi, 2 bo'lsa 2 barobar sinish qiyinlashadi. Bu esa 3. Tushundinglar deb o'ylayman. Astaxani sinishini qiyinlashtiradi. Ko'proq bu hamma astaxaga qo'shsanglar bo'ladi. Buni kirkaga va mana astaxalarga qo'shishga maslahat beraman. Xo'sh, keyingisi bizda Fortune bu sehr kirkaga qo'shiladi. Hozir qanday nima qilishni ko'rsatib beraman. Kirkaga qo'shiladi. Juda silk touch borligi uchun bu kirkaga qo'shilmaydi. Tak. Mana oddiy faol ko'rsatib beraman. Mana Fortune qo'shildi. Endi diamond, ya'ni olmasni olaylik. Masalan, bu sehr rulerlardagi tushishni aniq qiladi. Rudalarni ko'proq qilib tushiradi. Tak, video olishni tekshirib oldim, nima qilyapti deb xayol qilmaysizlar. Tak, mana olmas qilsak, bu yerda 6 ta olmas bor. Mana Fortune kirka va mana boya oddiy kirkamiz. Bu kirkadan qazib o'tamiz. Mana boshqa kirka olamiz. Mana oddiy. Tak, mana oddiy kirkada qazsak, mana bitta olmasdan bitta olmas tushadi. Tak. Mana 6 ta olmasdan 6 ta olmas. Endi bundan qazsak esa, tak. Bu olmaslarni tashlab turamiz-da. 6 ta olmasdan ko'ramiz nechta olmas tushadi. Mana 6 ta olmasdan 16 ta olmas. Ko'ryapsizlar, ana olmaslar tushishni ancha zo'r qilib beryapti. Tushundinglar deb o'ylayman. Keyingisi bizda Power va bu kamonga o'rnatiladigan sehr bo'lib, kamonni o'qini otgan payti uronni katta oladi. Ya'ni zombini mana oddiy kamonda va bunaqa kamonda o'ldirib ko'ramiz. Qo'yamiz. Suvga qo'ying. Bo'lmasa yonib ketadi. Nima qilamiz? Va yangi zombi olamiz. Bitta suvga qo'ysak, mana oddiy kamonda bitta va hozir o'qlar olib 4 ta da o'ldi. Powerlik kamonda nechta o'ladi? Bitta, ikkita. Ko'rdinglar, ikkita da o'ldi. Mana tushundinglar deb o'ylayman. Keyingi kitob bizda
flame ham kamonga o'rnatiladi va buni sehr qilichga fire aspect sehrni qo'shganimizda yondirar edi-ku. Kamonga flame'ni qo'shsak esa bu ham yondiradi. Mana. Tak. Zombini tuxumini olamiz. Tak, zombini tak time set night break time set night qilib mana kamonni olsak yonadi zombi. Ko'rdinglar? Mana oddiy kamonni olsak yonmaydi. Mana oddiy kamon yonadi. Bu kamonni olsak yonadi. Ko'ryapsizlar. Keyingi sehr bo'pti. Endi kanallarga o'tib turamiz. Keyingi sehr bizda Infinity. Infinity ham kamonga qo'yiladi va bu juda ham ajoyib sehr. Hozir qo'yib ko'rsatib beraman. Ana o'tamiz va time set qilamiz. Bitta sizlarni mana bitta dona o'q, mana ikkita o'q olaman. Keyin bu kamon mana bitta o'q otsam, mendan ikkita o'qim mana bitta o'q bor. Bunda otsam o'q cheksiz bo'laveradi. Faqat bitta o'q bo'lsa bo'ldi sizlarda. Bitta o'q bo'lsa ham o'sha o'qqa cheksiz otaverasizlar. Mana xohlaganingizcha otaverasizlar. Ko'rdinglar, tushundinglar deb o'ylayman. Infinity shunaqa, Infinity o'zi cheksiz degan. Keyingisi bizda Loyally va bu Tridentga qo'yiladi. Bu sehr Tridentga o'rnatsak, videoni yapgan. Mana Tridentimizni har qayoqqa olsak ham Tridentimiz bizga qaytib keladi hozir. Va oppa, ko'rdinglar, Trident bizga qaytib keldi. Oddiy Trident topsak unaqa bo'lmaydi. Loyally sehrni qo'yish kerak. Keyingisi bizda multi-shot va multi-shot bu arbaletga qo'yiladigan sehr. Arbaletga buni qo'ysak, arbaletimiz bitta o'qni 3 ta qilib otadi. Oddiy arbaletni hozir otib ko'rsatib beraman va olamiz. Oddiy arbaletda otsak, mana shunday otadi. Ana bitta o'q qilib otadi. Multi-shotli arbaletni otsak, mana 3 ta tomonga qarab otib ko'rdinglar. Xo'p, tushundinglar deb o'ylayman bu sehrga ham. Keyingisi bizda Riptide. Riptide bu ham anonga qo'shiladi. Loyalisiga qo'shilmaydi Tridentni. Tak. Qo'shib, keyin ve athir clear desak, rain desak, yağmurli ob-havoda sizlarni o'zi bilan uchradi. Mana. Ko'ryapsizlar, utsanglar bo'ladi. Bu faqat yağmurda emas. Bu anunda ham ishlaydi. Ya'ni suvga tushib olasizlar. Keyin clear qilamiz. Yağmur to'xtaydi. Yağmur to'xtadi. Suvga tushib turib, bunday qilsanglar ham mana ketdi. Suvni ichiga ham qilsanglar bo'ladi. Ko'rdinglar? Tushundinglar deb o'ylayman. Suv orqali uchiradi bizni. Xo'p, keyingi sehr bizda tak bu unbreakingni bildinglar, smite'ni bildinglar, piercing. Piercing bizda bu ham arbaletga o'rnatiladi va bu arbalet o'qini, короче, bu 3 ta mob orqama ketib turgan bo'lsa, hammasini bittada o'ldiradi. Shundaylar deb o'ylayman. Shunday arbaletga qo'yib ko'rsatish qiyin bo'ladi. Endi qo'ymadim o'shaning uchun. Curse of Vanishing bu ham boyagi aytdim, bitta la'nat bor deb. Bu ham o'sha la'natdan hisoblanadi. Va buni qo'yib, aslahaga qo'yib, aslahani va bu aslahani bo'lmaydi. Mana ishtonga qo'ydik deylik. Keyin survivalga o'tib, o'sha ishton yesak, bu ishton yechib bo'ladi. Faqat bir marta o'lsak, to'xta, kattasi o'ldi. O'ldirsa
mana ishtonimiz o'sha joyga borib qarasak yo'q bo'lib qoladi. Ishtonimiz o'sha joyda yo'q bo'ladi, o'lgan joyimizda. Lekin qolgan narsalarimiz mana turibdi, o'sha ishtonimiz o'zi ataylab sehr tufayli yo'q bo'lib qoladi. Tushundinglar deb o'ylayman. Tak, endi qilaman. Tak, mana kurs of building meni endi tak, keyingi sehr bizda oxirgisi men degan akalar. Men degan juda ham ajoyib sehr bo'lib, mana masalan ishtonga o'rnatib ko'ramiz. Tak, mana o'rnatdik va ishtonni chap qo'limizga olib, tak, bu sehr anarxiyalarga ko'proq kerak bo'ladi. Bunday qo'yib yoki oddiy mirda, mana bu sepsak, mana aslahani jon to'lib qoldi, ko'rdinglar. Ko'rdinglar deb o'ylayman. Shuning bilan bizda ham videomiz tugaydi. Akalar, mana sizlarga barcha sehrlarni ko'rsatib o'tdim testi bilan. Bo'lmasa hammaga xayr. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Video tugadi.